Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan bir masalani tushuntirib beraman. Pensiyaga qo'shib to'lanishi kerak bo'lgan ayrim qo'shimcha to'lovlar haqida ko'pchilik bilmaydi. Bilmagani uchun esa yillar davomida o'ziga tegishli pulni olmay yuradi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nogironligi bor fuqarolarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va pensiyaga chiqishga yaqinlashayotgan insonlarga bevosita tegishli. Hozir videoni oxirigacha ko'ring, chunki men qaysi holatlarda pensiyaga qo'shimcha pul qo'shilishi mumkinligini, kimlar tekshirish kerakligini, qayerga murojaat qilishni va qanday hujjatlar kerak bo'lishini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Men ko'p yillik amaliyotda shuni ko'raman. Odamlar pensiya tayinlangandan keyin davlat o'zi hammasini hisoblab beradi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tizimida ko'p narsa hujjatga, tasdiqqa, arizaga va ma'lumotlar bazasidagi yozuvlarga bog'liq. Agar biror ma'lumot elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, arxivdan ish staji chiqmagan bo'lsa, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxs urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz pensioner holati, ustama huquqi tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya to'g'ri ko'rinishi mumkin. Lekin aslida kam hisoblangan bo'lishi ehtimoli bor. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Fuqaro mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomani, arxivdan tasdiqni olib borardi. Pensiya bo'limi o'sha hujjatlarga qarab stajni, ish haqini, imtiyozni hisobga olardi. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalardan olinadi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, lekin xavfli tomoni ham bor. Ba'zida xato bo'lsa, eski yillardagi ish joyi yopilib ketgan bo'lsa, arxiv hujjati topilmasa, ayrim davrlar ko'rinmay qolsa, fuqaro o'zi tekshirtirmaguncha kamchilik bilmay qoladi. Mana shu joyda eng katta muammo paydo bo'ladi. Pensioner menga qancha chiqsa shuncha to'g'ri deb yuradi. Lekin men aytadigan qo'shimcha to'lovlar ayrim hollarda pensiyaning ichiga avtomatik qo'shilmaydi yoki qo'shilmaganini odamga batafsil tushuntirib berishmaydi. Shuning uchun odam o'z pensiya ishini tekshirtirishi, qaysi ustamalar bo'lganini bilishi va huquqi bo'lsa, ariza bilan talab qilish kerak. Eng avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya faqat bitta oddiy summadan iborat emas. Pensiya miqdori, staj, ish haqi pensiya turi, imtiyozli maqom, ayrim holatlarda qo'shimcha ustama va kompensatsiyalardan tashkil topishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya boshqa, nogironlik pensiyasi boshqa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi boshqa tartibda hisoblanadi. Bundan tashqari, ayrim pensionerlarga qonunchilikda belgilangan qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki kompensatsiyalar berilishi mumkin. Kimlar birinchi navbatda xavotirlanishi, ya'ni pensiyasini tekshirtirishi kerak. Men buni bir nechta guruhga ajrataman. Birinchi guruh uzoq yillar ishlagan, lekin mehnat stajining bir qismi eski korxonalarda, kolxozlarda, sovxozlarda, zavodlarda, qurilish tashkilotlarida, xususiylashtirilgan yoki yopilgan korxonalarda o'tgan pensionerlar. Masalan, bir ayol 1902 yildan 1906 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin bozor sharoitida boshqa joylarda ishlagan. Pensiya tayinlashda fabrikadagi 1-4 yil to'liq ko'rinmagan bo'lsa, uning pensiyasi kam chiqishi mumkin. Agar u arxivdan tasdiq olib kelsa, ayrim hollarda pensiya qayta hisoblanadi va keyingi oylar uchun ko'proq to'lanadi. Ikkinchi guruh ish haqi yuqori bo'lgan davrlarni tasdiqlata olmaganlar. Pensiya hisobida faqat staj emas, ayrim davrlardagi ish haqi ham muhim. Masalan, bir erkak 1990-yillarda ustachilik qilib yaxshi maosh olgan, lekin pensiya tayinlanganda faqat minimal ma'lumotlar inobatga olingan. Agar ish haqini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi topilsa, pensiya bazasi oshishi mumkin. Farq ba'zan 100 ming so'm, ba'zan 300 ming so'm, ayrim holatda undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu summa kichik ko'rinmasin, bir yilda 300 ming so'mdan 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Uchinchi guruh nogironligi bor pensionerlar. Nogironlik guruhi, nogironlik sababi, parvarishga muhtojlik holati, yoshga doir pensiya bilan nogironlik holatining kesishgan joylari alohida tekshirilishi kerak. Ba'zi odamlar men shunchaki pensiya adaman deb yuradi. Lekin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori parvarish zarurati yoki imtiyozli maqomi pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Men bunday odamlarga albatta o'z hujjatlarini jamlab, pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma tushuntirish olishni tavsiya qilaman.
4-chi guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, ota vafot etgan. Ona 2 nafar farzand bilan qolgan. Ulardan biri voyaga yetmagan, biri o'qishda. Ayrim hollarda bola o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, ma'lum yoshgacha boquvchisini olish huquqi saqlanishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qoladi yoki umuman tayinlanmaydi. Bu yerda huquq bor, lekin hujjat yo'q bo'lsa, pul ham yo'q. 5-guruh yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj, farzandlari boshqa joyda bo'lgan yoki umuman qarog'isi yo'q pensionerlar. Har bir holatda to'lov avtomatik beriladi deb bo'lmaydi. Lekin ijtimoiy yordam, parvarish, kompensatsiya yoki mahalla orqali ko'riladigan yordam turlari bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar buni pensiyaga qo'shiladigan pul deb tushunadi. Amalda esa u alohida tartibda rasmiylashtirilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, menga qo'shimcha pul tushmayapti deyishdan oldin aynan qaysi to'lov turi haqida gap ketayotganini aniqlash kerak. Endi real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli fuqaro 35 yil ishlagan. Pensiyasi 1.2 ming so'm deb belgilangan. U mening stajim katta, nega kam deb shikoyat qiladi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, 1987-1993 yillardagi ish joyi bazada ko'rinmagan. Bu 6 yil degani. Agar shu davr arxiv hujjati bilan tasdiqlansa, staj oshadi. Ayrim holatlarda hisob-kitob qayta ko'riladi. Natijada pensiya 1.2 mingdan 1.1 mingga ko'tarilishi mumkin. Oyiga bittadan 1000 so'm farq. Bu odam 2 yil davomida shu farqni olmay yurgan bo'lsa, masala yanada jiddiylashadi. Lekin o'tgan davr uchun to'lov qachondan va qanday tartibda berilishi qonunchilikdagi cheklovlarga, ariza sanasiga va xatolik kim tomonidan sodir etilganiga bog'liq bo'ladi. Yana bir misol. 7000 yoshli ayol umr bo'yi maktabda ishlagan. U pensiyaga chiqqanda ayrim ustamalarni so'ramagan, chunki bilmagan. Keyin uning qizi onasining pensiya ishini tekshirtirganda ish staji to'liq kiritilgan. Lekin ayrim davrdagi ish haqi tasdiqlanmaganini ko'radi. Arxidan ma'lumotnoma olinadi. Qayta hisoblashdan keyin pensiya oyiga 220 ming so'mga oshadi. Bu yerda hech kim kelib, "Opa, sizga yana pul qo'shamiz" demaydi. Fuqaro o'zi qiziqdi, hujjat olib keldi, ariza yozdi, shundan keyin jarayon yurdi. Yana bir vaziyat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila. Farzand armindekish yoshga to'lgandan keyin kollej yoki oliygohda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma berilmasa, to'lov davom etmasligi mumkin. Ona nega pul to'xtadi deb keladi. Sabab oddiy. Tizimda bola o'qiyotgani tasdiqlanmagan. Demak, huquqni saqlab qolish uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va ariza kerak bo'ladi. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha stajingiz elektron mehnat daftarchasida to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlaringiz raqamli bazalarda bo'lsa, sizga pensiya tayinlanganda yozma hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa va siz hujjatlaringizni tekshirtirgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan asosiy hisob to'g'ri bo'ladi. Lekin baribir har yili kamida bir marta pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar bo'yicha ma'lumot olib turish zarar qilmaydi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Ko'pchilik qo'shimcha to'lov bor ekan, demak hammaga beriladi deb o'ylaydi. Yo'q. Har bir qo'shimcha to'lovning o'z sharti bor. Ayrim to'lovlar faqat ma'lum toifadagi shaxslarga beriladi. Ayrimlari faqat hujjat tasdiqlangandan keyin qo'shiladi. Ayrimlari pensiyaga emas. Alohida ijtimoiy yordam sifatida rasmiylashtiriladi. Ayrimlari esa faqat ariza berilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Birinchi xato og'zaki gapga ishonish. Pensioner bo'limiga boradi. Navbatda kimdir sizga bunday pul chiqmaydi deydi. Yoki tanishi meniki chiqmadi, sizniki ham chiqmaydi deydi. Bu noto'g'ri yondashuv. Men har doim aytaman, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Sizning holatingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Ish staji, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar, yashash sharoiti, oldingi ish joyi, maqom, yosh, pensiya turi hammasi individual ko'riladi. Ikkinchi xato. Hujjatlarni yo'q deb o'ylab izlamaslik. Eski ish joyi yopilgan bo'lsa ham, hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman arxivi, viloyat arxivi, tashkilotning huquqiy vorisi, yuqori tashkilot arxivi orqali ma'lumot topiladi. Ba'zan odam mening zavodim allaqachon yo'q deydi. Lekin zavod yo'q bo'lsa ham buyruqlar, ish haqi vedomotlari shaxsiy kartochkalar arxivida turishi mumkin.
Mana shu hujjat bir necha yil stajni tasdiqlab beradi. Uchinchi xato faqat mehnat daftarchasiga qarash. Mehnat daftarchasi muhim, lekin unda xato yozuv, muhr yo'qligi, sana noto'g'riligi, lavozim nomi tushunarsizligi bo'lishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar daftarchada qabul qilindi degan yozuv bor, bo'shatildi yozuv noto'g'ri bo'lsa, o'sha davr to'liq hisoblanmay qolishi mumkin. Demak, hujjat chiroyli ko'ringani bilan yuridik jihatdan yetarli bo'lmasligi ehtimoli bor. 4-xato ariza bermaslik. Ko'p odam ular o'zi bilishi kerak deydi. Amalda esa ko'plab qayta hisoblashlar, imtiyozlarni qo'llash, qo'shimcha hujjatlarni kiritish fuqaroning murojaati asosida yuradi. Siz ariza bermasangiz, tizim sizning talabingizni ko'rmasligi mumkin. Ayniqsa eski stajni tiklash, ish haqini qayta kiritish, o'qish ma'lumotnomasini topshirish, parvarish holatini rasmiylashtirish kabi masalalarda ariza juda muhim. 5-nozik jihat, muddat. Ayrim holatlarda to'lov ariza berilgan kundan boshlab yoki hujjat taqdim etilgan oydan boshlab qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bugun bilib 3 oy kutib yursangiz, o'sha 3 oy ichida yo'qotish bo'lishi mumkin. Men shuning uchun pensionerlarga ham, ularning farzandlariga ham aytaman. Hujjat borligini bilgan zahot kechiktirmang. 6-nozik jihat. Hamma qo'shimcha pul pensiyaga qo'shiladigan ustama emas. Ba'zi yordamlar mahalla, ijtimoiy himoya organlari, tibbiy xulosa, nogironlik hujjatlari yoki alohida dasturlar orqali berilishi mumkin. Masalan, yolg'iz keksaga yordam, dori-darmon bilan ta'minlash, kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiya, parvarish xizmatlari kabi masalalar pensiya bo'limining o'zida hal bo'lmasligi mumkin. Lekin pensioner uchun natija bir xil. Qo'shimcha yordam olishi mumkin. Shuning uchun men masalani faqat pensiya bo'limi pul qo'shsin deb to'g'ri tushunmaslikni maslahat beraman. 7-nozik jihat. Pensiyani qayta hisoblatish hamisha oshiradi degani emas. Ko'pincha hujjat to'g'ri bo'lsa oshadi. Lekin ba'zan odam noto'g'ri ma'lumot bilan umid qiladi. Tekshiruvda esa qo'shimcha staj tasdiqlanmaydi yoki hisob-kitobga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun men har doim real yondashaman. Avval hujjatni ko'ramiz, keyin huquqni aniqlaymiz, shundan keyin natija haqida gapiramiz. Shundan keyin natija va'daga ishonmang. Birinchi qadam o'z pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi, nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa to'lovmi? Buni bilmasdan qo'shimcha to'lovlarni tekshirish qiyin. Pensiya daftarchasi, bank orqali tushum ma'lumotlari yoki pensiya jamg'armasi bo'limidagi shaxsiy pensiya ishingiz orqali aniqlaysiz. 2-qadam pensiya hisob-kitobingiz bo'yicha yozma ma'lumot so'rang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Mening pensiyam qanday staj? Qaysi ish haqi davri va qaysi qo'shimcha to'lovlar asosida hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyin xatoni ko'rish oson bo'ladi. 3-qadam mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha ish joylarini alohida ro'yxat qilib chiqing. Masalan, 1992-1995 yillar maktab, 1995-1992 yillar zavod, 1992-1998 yillar fermer xo'jaligi, 1998-2010 yillar xususiy korxona. Keyin pensiya hisobida aynan shu davrlar to'liq inobatga olinganmi so'rang. Agar biror davr yo'q bo'lsa, nima sababdan kiritilmaganini yozma tushuntirishlarni talab qiling. 4-qadam arxiv hujjatlarini izlang. Agar eski ish joyi yopilgan bo'lsa, tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki korxonaning voris tashkilotiga murojaat qiling. Arizangizda familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan yil, ishlagan tashkilot nomi, taxminiy ish yillari, lavozim, bo'lim yoki sex nomini yozing. Qancha aniq yozsangiz, arxiv ma'lumot topishi shuncha oson bo'ladi. Masalan, men 1972 yildan 1994 yilgacha falon zavodning o'tseksida chilangar lavozimda ishlaganman. Shu davrdagi ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. 5-qadam ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Faqat staj emas, ish haqi ham muhim. Agar sizning yug'ori maosh olgan davrlaringiz pensiya hisobida aks etmagan bo'lsa, arxivdan oylik ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Ba'zi odamlar faqat ishlaganini tasdiqlaydi, lekin ish haqini tasdiqlamaydi. Natijada pensiya kamroq chiqishi mumkin. 6-qadam imtiyozli maqomingiz bor yo'qligini tekshiring. Siz nogironligi bor shaxsmisiz? Urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxsmisiz? Mehnat faxriysi maqomingiz bormi?
Zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganmisiz? Ko'p bolali ona sifatida imtiyozingiz bormi? O'quvchisini yo'qotgan oila a'zosisiz. Har bir maqom hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Guvohnoma, komissiya qarori, arxiv ma'lumotnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki vafot haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada pensiyam kam. Ko'paytirib bering deb umumiy yozish yetarli emas. Aniq yozing. Falon yillardagi ish stajim pensiya hisobida inobatga olinmaganini tekshirishni so'rayman. Falon arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Menga tegishli qo'shimcha ustamalar mavjud bo'lsa, ularni qo'llash va yozma javob berishni so'rayman. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilingan sanasi va ro'yxat raqamini yozdirib oling. 8-qadam. Javobni kuting va tahlil qiling. Javobda asos yo'q deyilsa, nima uchun asos yo'qligi yozilishi kerak? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma bo'yicha rad etildi? Qaysi davr hisobga olinmadi? Buni tushunib oling. Agar javob noaniq bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga yoki yuridik maslahatga murojaat qiling. 9-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar navbatda turishga, arxivga borishga, ariza yozishga qiynaladi. Farzandlar bir kun vaqt ajratib, ota-onasining mehnat daftarchasini, pensiya hujjatlarini, guvohnomalarni ko'rib chiqsa, katta foyda bo'lishi mumkin. Ba'zan bir dona arxiv ma'lumotnomasi bir necha 100 ming so'mlik farqni ochib beradi. 10-qadam. Barcha hujjatlarni tartib bilan saqlang. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari, nogironlik hujjatlari, vafot guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnomalar alohida papkada bo'lsin. Har bir murojaatning nusxasini saqlang. Bu keyingi bahsli holatlarda sizning eng katta dalilingiz bo'ladi. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensioner o'ziga tegishli qo'shimcha to'lov, ustama yoki qayta hisoblash huquqini bilmasa, pul yillar davomida olinmay qolishi mumkin. Bu har doim kimdir ataylab yashiryapti degani emas, lekin tizimda hujjat, ariza va tasdiq bo'lmasa, sizning haqingiz avtomatik ko'rinmay qolishi mumkin. Shuning uchun pensiya miqdorini tekshirdirish, stajni solishtirish, arxiv hujjatlarini topish va yozma javob talab qilish juda muhim. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu gunoh hujjatlarni ko'rib chiqing. Mehnat staji to'liqmi? Ish haqi davrlari kiritilganmi? Imtiyozli maqomlar hisobga olinganmi? Qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligi tekshirilganmi? Shularni aniqlang. Kommentariyada yozing. Sizning pensiyangizda shunday muammo bo'lganmi? Arxivdan hujjat topganmisiz? Qayta hisoblatganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.